Assalomu alaykum hurmatli baliq ovish ishqibozlari va baliq ovchilari. Всем mujikim assalomu alaykum. Baliq ovga kelganman. Xo'sh. Manzilim, kelgan joyim 4 ta bo'lib keldik. 2 ta mashinada. Har bir odamda 4 tadan qarmoq bor. Kecha soat 7:30da yetib keldik bo'tga. Xo'sh, manzilimiz Sirdaryo viloyati Sardoba tumani Nayman qishloq degan joydamiz. Kechasi bo'lgan rezultatimiz mana shunaqa karp balig'i bo'ldi. Hajmi mana 1-2 qarich. Bu karp balig'imiz mayda baliqchaga tushdi. Jo'xori, rezinka bo'yla degan narsalarga emas, mayda baliqchaga tushdi. Mana shunaqa joyga kelganmiz. Lokatsiya so'raydiganlar bo'lsa, Telegram silkasi turibdi. Telegramdan yozsanglar tashlab beraman. Men uchun jalka emas. Hech narsa asir tutmaymiz. Erinmasdan kelamiz, sizlarga ko'rsaturaman. Ilon balig'i ham tushgan chuvalchenga, faqat kichikroq hajmda. Chuvalchenga ilon balig'i tushgan. Mana shunaqa hajmda mana ilon balig'i, mana bir qarich atrofida ilon balig'i ham tushgan chuvalchenga.